Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Biz har xil turdagi chellenjlar, so'rovnomalar o'tkazyapmiz, ammo tashqarida fidoyi xodimlarimizni topa olmayapmiz. Shuning uchun kafedralar o'rtasida qisqagina so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Sizni yig'latgan kitob qaysi? Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gay ona asari. Qaysi kitob sizni bu haftada o'ziga tortdi? Bu haftada menga o'ziga tortgan kitob Leonardo da Vincining Lester kodeksi deb nomlangan kitobi meni o'ziga jalb etdi. Ya'ni bu Lester kodeks kitobi qo'lyozma hisoblanadi asli, lekin bu oyna usulida yozilgan. Ya'ni o'ngdan chapga emas, balki chapdan o'ngga qarab yozilgan. Uni oyna orqali ko'rganda, xuddi bizlar 03 da ambulans deb yozilgandek, ana shu oynada u aslini ko'rsatadi. Ana shuning uchun ham ana shu kitobga men qiziqib qoldim. Qaysi kitobni sevib mutolaa qilgan? Men oxirgi marta o'qigan kitobim Ahmad Lutfiy Qozonchining O'gay ona kitobi. Bu kitob nimasi bilan meni o'ziga tortdi? Kitobda haqiqiy insoniylik, odamlarning bir-biriga qay darajada yaqin bo'lishi yoki bo'lmasam musulmon dinidagi insonlarni haqiqiy bir burchlari, qiladigan vazifalari juda ham chiroyli tarzda ochib berilgan. Shuning uchun kitob menga juda ham yoqdi va yaxshi taassurot qoldirdi. Siz uchun kitobdagi qahramonlar muhimmi yoki syujetlarmi? Men uchun kitobdagi qahramonlar muhim. O'qishni boshlagan, ammo davom ettira olmagan kitobning qaysi? Men Tohir Malikning Odamiylik mulkiyatlarini boshlaganman va yakunlolmay qo'yganman. Kelajakda keyingi bo'sh vaqtlarda shu 4 tomdan iborat bo'lgan asar hammasini o'qishga qiziqishim bor. Xudo xohlasa to'rala tomni o'qishga harakat qilaman. Kitobni sotib olasizmi yoki kutubxonadan olasizmi? Men har ikkalasini ham afzal ko'raman. Ham sotib olaman, ham kutubxonadan foydalanaman. O'qib bo'lgan kitoblaringizni saqlaysizmi yoki sovg'a qilasizmi? Men o'qib bo'lgan kitoblarimni sovg'a qilaman. Biror bir kitob sizni hayotingizni o'zgartirganmi degan savol ekan. Men hayotimni juda ham o'zgartirgan kitob bu Ronda Berenning Fikri degan kitobi bo'lgan. O'zimga juda katta motivatsiyalar olganman. O'zimga bo'lgan ishonchim ortgan. Faqat yaxshi narsalar haqida o'ylaydigan bo'lganman. O'zimni sevishni boshlaganman. Hamma muammom hal bo'lgan.